Saharlik uchun oshqozonga botmaydigan unsiz pitsa tayyorlaymiz. Sog'liq uchun foydali bo'lgan bu pizzani dieta tutayotgan odamlar ham bemalol yeyishsa bo'ladi. Sizlar bilan ham shunaqa mazali pitsa qilish mumkinligini bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga tvorog kerak bo'ladi. Yog'siz tvorogga bitta tuxum va guruch unidan foydalanamiz. Guruch unini solib, yaxshilab xamir holatiga keltirib olamiz. Xuddi shunaqa holatga kelgandan keyin qo'limizni unlab, listimizni unlab, unga endi pitsa shaklini beramiz. To'g'risini aytsam, bu pizzani birinchi marta qilganimda, bu pizzani mazasi qanaqa ham chiqardi. O'zi arzimagan narsadan tayyorlanar ekan degan edim. Lekin tayyorlab ko'rganimdan keyin juda ham mazaliligini bilib, qayta tayyorlashga tushganman. Pizzalarimiz ustini kopchonli kolbasa, ozgina pomidor va ko'k piyozlardan sepib, 25 minutda duxovkaga pishirib olamiz va tayyor bo'lib chiqqan pizzamizning ustini sir bilan bezatib, yana 15 minut duxovkada ushlaymiz. Qarabsizlarki, juda ham mazali bo'lgan pizzamiz tayyor bo'ladi. Saharlik uchun mazali pitsa tayyorlamoqchi bo'lganlar, videoni saqlanib qolinglar, xo'p.